Hurmatli tadbirkor, bitta berilmagan chek biznesingizga 5 million so'mga tushishi mumkinligini bilasizmi? Xaridorga chek taqdim etish shunchaki talab emas, savdoning qonuniyligi va mijoz ishonchining muhim belgisidir. To'lov naqd yoki naqdsiz amalga oshirilishidan qat'iy nazar, xaridorga QR kod va fiskal belgili chek berilishi lozim. Soliq kodeksining 221-moddasiga ko'ra, chek berilmasdan tovar sotish yoki xizmat ko'rsatish 5 million so'm miqdorida jarimaga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, xaridorlar chek berilmagan holat haqida soliq hamkor tizimi orqali xabar yuborishlari mumkin. Huquqbuzarlik tasdiqlansa, xabar bergan shaxs belgilangan tartibda pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi. Shuning uchun jarimani kutmang. Har bir savdoni o'z vaqtida rasmiylashtiring va xaridorga chek bering. Bu sizni nafaqat jarimadan asraydi, balki mijozlaringiz ishonchini oshiradi ham. Chek bering, xotirjam va qonuniy ishlang.